Biorastashovka o'zi nima? Biorastashovka bu permanentniy makiyajni yengil turib, qosh, ko'z, labligi yumshoq soyalar bilan tabiiy rang berish hisoblanadi. Bu proseduradan tahorat o'tadi, chunki mineral kraskalardan ishlatamiz. Bu vaqt o'tgan sari o'sha 8 oydan 3 yilgacha bo'lgan muddatda qoshinglarda pigment chiqib ketadi, qosh, ko'z, labligi. Tahorat o'tkazadi deyotganimizning sababi suv o'tkazadi qizlar jonli. Bu yuviladi, rang suv tekkan sari yuviladi. Bu protsedura umumiy qilib aytganda teriga zararli emasmi? Yo'q, zararli emas. Chunki biz haligacha masalan mani 6-7 yillik stajim bo'lsa, shu vaqt davomida hech ham men ko'rmadim побочный effektini. Ya'ni hech kimga zarar qilmaydi. Даже allergiya bermaydi, chunki shunaqangi nozik ishlanadi, teriga unaqa chuqur kirgizilmaydi pigment. Hech qanaqa zarari yo'q. Homiladorlar ham qildirsa bo'ladi, yangi tuqqanlar ham qildirib ketyapti. Qoshga, ko'zga, labga zarari